Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Siz agar tavug'ingiz ko'proq xo'roz ochsin, yo bo'lmasa makin ochsin desangiz, tuxumlarda shakliga e'tibor bering. Tuxumlarga qarang, ikki xil ko'rinishda. Agar siz tavug'ingizni tezroq ochsin, bexato ochsin desangiz, 1 kunlik tuxumni qo'ying, 19 kunda ochib chiqadi. Agar 2 kun, 3 kunligini qo'ysangiz, 21 kun, 22 kunda ochadi. Tovuqlar 24-25 kunga o'tmaydi ochib ketishi. Ular aniq palag'ida bo'lgan bo'ladi. Yana bir nimaga e'tibor bering, tovuqqa tuxum qo'yishda iloji boricha kechki soat 5 dan keyin qo'ying. O'shanda tavug'ingiz ertalabga ochib chiqadi jo'jalarda. Yana bir nimaga e'tibor bering, uzoqdan agar siz jo'ja ochiraman deb tuxum olib kelayotgan bo'lsangiz, yo kepakni ichiga solking, yo guruchni ichiga solking. Tuxumlar qimillamasin iloji boricha. Shunda bexato ochadi, palag'idasi kam bo'ladi.